Sog' bo'lishingiz Sog' bo'ling, sog' bo'ling, xo'p. Bizga asosan kelganda shikoyatlari, boshida kelganda shu qon bosimi balandligi, hansirab qolish, yurak yetishmovchiligi bilan undan tashqari bel, tizza sohasida kuchli og'riqlar bilan kelib lecheni olib turadilar. Qo'shimcha astenizatsiya, ya'ni asab toliqishi, charchashi deyiladi. Shunaqa holatlar bilan lecheni olib turardi. Mana bu safar mana qon bosimlari ancha joyida, yaxshi. Qo'shimcha tizzalarga ozgina nagruska berilgan, o'shanga tizzada og'riqlar, belda og'riqlar bilan kelgan, o'sha tizzalarga muolajalar qilganmiz, plazma lifting. Mana bugun bularni 9-kunlari. Ertaga javob beramiz. Muolajalar ancha oxirlab qoldi. Qolgan fikrlarni mana bemorimiz o'zlari xulosa beradi. Men Jabborova Hanifa. Shu balansadagi lecheni olaman har 6 oyda. Oldin bosh aylanishi, davleniya bilan o'tardim. Hozir oyoq og'riq muammolari bilan Xudoga shukr hozir yaxshiman. Doktorlarimiz yaxshi qarashyapti. Lechenilar qilyapti. Fizioterapiyalarni hammasini o'z vaqtida olyapmiz. Ularga men mingdan ming rahmat aytaman. Qilgan muolajalari ko'ngilda tagidan. Haqiqiy.